Cenab-ı Allah Maide Suresi'de Allah'ның sizlarga ihson qilgan halol, pok rizqlardan yangla va sizlar iymon etgan Allah'ның cheklaganlaridan yiroq turinglar deb buyruq qilish orqali bizni haloldan oziqlanishga buyuruydi. Dinimiz gelimizden o'tgan har bir luqma yemakning halol va shariatga uyg'un bo'lishini iymonimizning taqozosi sifatida ko'radi. Halol va pok yemakliklarni qo'yib harom va pokiz bo'lmagan yemakliklarga yurganimizning o'zi taqvoligimizning ojizlashib, shaytonning yo'liga qadam olganligimiz. Allohning ne'matlariga shukr qilishning o'rniga tuzkorlik qilganligimiz bilan barobar bo'ladi. Harom yemeklikning salomatligimizga nurg'un ziyonlari bo'lganidek, ma'naviyatimizga ko'p ziyonlari bor. Abduqodir Jayloni hazratlari bu vaqtda yoshlarga xitob qilib mundoq deydi: "Ey o'g'lim, diqqat qilgin. Harom yemeklik mo'minning qalbini o'ltiradi. Shundaq bir luqma borki, mo'minning qalbini nurlantirib, parastin ochadigan. Shundaq bir luqma borki, insonni zulmatda bo'g'ib qo'yadigan. Ya'ni shundaq bir luqma borki, seni dunyo bilan mashg'ul qilib qo'yadigan. Shundaq bir luqma borki, seni oxirat bilan mashg'ul qilib qo'yadigan. Shundaq bir luqma borki, seni ikkili dunyoning zohidi qilib, seni dunyo va oxiratning yaratquchisi tarafga boshlab qo'yadigan." Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuning qo'rsiqi nihoyatda ichib ketgan bir kuni uningga bir yemak ikrom qilindi. Hazrati Abu Bakr ochliqning dastida u yemaklikning qayerdan kelganligini surishti qilmayla bir luqma yeb soldi. Ondan u luqmaning harom yoki shubiylik yo'ldan kelganligini bilgandan keyin shu vaqtning o'zida darhol barmoqini bo'g'ziga tiqib, qiynalganiga qaramay yeganlarning hammasini yondirib yetdi. Ondan yemaklikni akagan kishiga "Eset, meni halaqqa qil tas qolding" deydi. Va bir luqma tomoq uchun o'zingni shuncha qiynashing arzimdi deganlarga, agar jinimning chiqadiganligini bilsam-mu, yana u luqmani chiqargan bo'lardim. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam harom bilan oziqlantirilgan badan jahannamga loyiq degan edi, deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, bizga ulgu bo'lgan sahoba kiromlar bilmay yeb solgan bir luqma taomning harom yoki shubiylik ekanligini bilgandan keyin u taomni o'zidan yiroqlashtirishni xohlagan ekan. Chunki ular bir luqma harom taomning yeguchining aqlini, ruhini dog'lashtirib, qalbini o'ltirdiganligini, moddiy va ma'naviy muvaffaqiyatlarga to'sqinlik qildiganligini obdan biladi. Mo'minlarning solih amallarni tashlashi yoki qilayotgan solih amallarning nachar ishlardan to'siyanmasligining tub sababi bo'lsa, yegan ishgan kayganlarning harom ekanligidandir. Yegini, ishkini, kaygini harom bo'lgan kishining yashayotgan o'likdan hech qanday farqi yo'qdir. Haram insonni apyonga o'xshash g'aflatga patirib qo'ydi. Allohga itoat qilishdan yiroqlashtirib qo'ydi. Ya'ni zaharlangan badan keyinchi kardan chiqqanidek, harom yegan ruhmi zaharlangashga ibodatga nisbatan karg'i kelmas bo'lib qoladi. Insonning ruhiyatiga alohida ta'sir qiladigan ikki turli ish bor. Birinchisi aralashadigan kishilarimizning ruhiy va ma'naviy holati. Ikkinchisi bo'lsa yeyotganlarimizning halollik darajasi. Agar yeyotgan g'izoyingiz harom yoki shubiylik bo'lsa, ma'naviy hayotingizni zaharlaydi. Shundaqli qalbingizga qattiqlik, ibodatlarga nisbatan xo'sh yoqmaslik va Alloh yo'lidagi xizmatlaringizga nisbatan o'rinliq paydo qiladi. Shuningdek, yeyotgan g'izoyingiz halol va pok bo'lsa, qalb parastingiz ichilib, ruhiyatingiz kuchli bo'ladi. Solih amallarga nisbatan qiziqishingiz oshadi. Amaliyatga qarab baqadigan bo'lsak, halollik doirasidagi insoniyatning foydalanishiga sunilgan ne'matlar inson haromga tushib qolmagudek darajada shunchalik kengri. Ikki jahonning quyoshi suyumlik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ma'lum bir duoida: "Allohim, halol ne'matlaring bilan mening ko'zimni, qalbimni to'ydirginki, men haromga burilib qarab sanmay" deyish orqali halol bilan ko'payilishning naqadar muhim ekanligini ta'kidlab o'tgan. Hayotimizning hamma sohasini Qur'on hadisga uyg'un bo'lishga ahamiyat bergandek, ilm setim ishlardami durust va samimiy bo'lishga ahamiyat beraylik. Janob Allohning belgilab bergan halol va haromdan iborat chek-chegaralarini haqqi bilan qo'g'dashga tirishaylik. Haloldan topayli, haloldan ishlab chiqaraylik. Halolni yeyli, halolni xashlaylik. Vaqtliq dunyo manfaatini mangulik baxt saodatga tegishib etmaylik.